Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan soliqlarni bo'lib to'lash haqida, ya'ni soliqlarni qisman to'lash haqida gaplashamiz. Agar siz soliq to'lamoqchi bo'lsangiz, may soliq o'zidan to'laysiz, o'sha to'lov qilayotgan vaqtingizda butunligicha to'lashingiz kerak. Masalan, hozir mana buni men to'lash uchun mana ko'ryapsiz, to'lash tugmasi bor. To'lash tugmasini hosil bo'ladi. Agar men buni bu yerga o'zim summa kiritmoqchi bo'lsam, mana bu yerga yoza olmayman. Butunligicha to'lashimga to'g'ri keladi. Buni bo'lib to'lash uchun nima qilamiz? ClickUp ilovasiga kiramiz. ClickUp ilovasini ham qayeriga? Asosiy menu mana shu holatda tursa, to'lovlar bo'limiga o'tamiz. Ko'rib turganingizdek, to'lovlar bo'limiga o'tganimizda soliqlar qismi bor. Soliqlar qismiga kirganimizda nima? Оплата налоговой физических лиц, ya'ni jismoniy shaxslar uchun to'lovlar, ya'ni birinchisini nima qilamiz? Belgilaymiz va kiramiz. Soliq turini, xohlagan soliq turini tanlaysiz. Dehqon xo'jaligi uchun, yer solig'i uchun va hokazo va hokazo. Va bu yerdan biz masalan yer solig'ini to'lamoqchimiz. Yer solig'i uchun jismoniy shaxsning identifikatsiya raqami, ya'ni JSHRni kiritamiz. Davom etish tugmasini bosamiz. Manzilni tanlaymiz. Manzil tanlandi. Manzil tanlagandan keyin nima qilamiz? To'lov summasini kiritamiz. Masalan, bu yerda 927 ming qancha? Biz buni 300 ming so'mini to'lamoqchimiz. O'sha 300 ming so'mini to'lash uchun nima qilamiz? Davom etish tugmachasini bosamiz va nima? Kartani tanlaymiz va to'lash tugmachasini bosamiz. Nima bo'ladi? Demak, to'lash tugmachasini bosamiz. Ko'rib turganingizdek, biz soliq uchun to'lovni amalga oshirdik. Xo'p, boshqa soliqlarni ham xuddi shunaqa qilib bo'lib to'lashingiz mumkin bo'ladi. Video sizga manzur bo'lgan bo'lsa, like bosing, bizni qo'llab-quvvatlashda davom eting, obuna bo'lishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.